Smetanaga qorilgan Napoleon haqida eshitganmidinglar? Men ham shu Napoleonni YouTube'da ko'rdim, ishtahalarim ochilib ketdi. Mazasi qanaqa bo'larkan deb rosa ikkilandim, lekin yeb ko'rmasam bo'lmaydi deb tez xamir qorishga kirishdim. Shu yoshimgacha suvga qorilgan Napoleon, sariyog'ga qorilgan Napoleonni qilib ko'rganman-ku, lekin smetana solib qilingan xamirni endi birinchi marta qilib ko'rishim. Elangan unimiz ustiga muzdek sariyog'imizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Iloji boricha tezroq harakat qilishimiz kerak. Sariyog'imiz erib ketib qolishi kerak emas. O'shanda qavatlari qavat-qavat bo'lib chiqadi. Smetanamizga 2 tuxumni chaqamiz. 1 chimdim tuz solamiz. Margarinli massamizga solib, shpatsilda qorib olamiz. Massamiz xamir bo'lishi shart emas. Stolga tushirib olib, sekin-sekin qo'limizda xamir qilib olamiz. Ko'rib turganingizdek sariyog'i bir-biriga qorishib ketmadi. Bo'laklarga bo'lib kamida 4 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikimizda muzlab turgan xamirlarimizni bitta-bitta olib, unlab yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirlarimizni chetini tekis qilib pichoqda ko'rsatilgandek kesib chiqamiz. O'shanda bir xil bo'lib pishib chiqadi. Chetidan chiqqan xamirlarni ustiga kroshka qilishga olib qo'yamiz. Hamma joyi bir tekisda ishib chiqish uchun ustiga vilkay urib olamiz. Oldindan qizitib qo'ygan duxovkamizga 200 gradusga qo'yib, 8-10 daqiqa atrofida pishirib olamiz. Bu orada Napoleon xamirlarimiz uchun krem tayyorlab olamiz. Xona haroratida yumshab turgan sariyog'imizni mikserda yaxshilab, oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Ustidan malakoyimizni solib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Kremlarimizni ayamasdan shunaqa ko'p qilib surib olamiz. Ishoninglar, mazasi shunaqa ham zo'r bo'lar ekan. Tayyorlab ko'rganingizga umuman achimas ekansizlar. Mehmondorchiliklarga ham pishirib olib borsanglar, sizlarni umuman uyaltirib qo'ymas ekan. Chetidan kesib olgan xamirlarimizni pishirib, ustiga kroshka qilib sepib olamiz. Yoqimli ishtaha.